Assalomu alaykum, Seven obunachilari. Bugun Seven'dagi barcha assortimentimizni, telefonlarimizni, watchlarimizni, vakuumdagi planshetlarimizni, iPadlarimizni hammasi narx-navosi bilan tanishtirib chiqaman. Birinchi telefonimiz 17 Pro Max orange rangida. Yuz yomkiz, 104 sikl, korobka dokumentlari bor. Narxi $1430. Sizlar uchun $1410 qilib beraman. Chixosi bilan bonus qilib beraman. İkincisi Blue Rain'da 17 Pro Max 100 yomkisda 162 sikl korobka dokumentlari bor. O'zining tan narxi $1440 qilib beraman. Chixosi bilan bonus qilib beraman buni. Navbatdagi telefonimiz iPhone 17 100 yomkiz 46 sikl korobka dokumentlari bor. 256 talik Charigion. Narxi $860, $840 qilib beraman sizlarga. Keyingi telefonimiz iPhone 15 Pro Max 85 yomkiz 256 talik korobka dokumenti yo'q, lekin 6 oy kafolatga ega. Narxi $760 qilib beraman. Bunga ham holatlari ko'rishlar mumkin. Ideal holatda. Buni narxini atigi $760 qilib beraman. Korobka dokument, chixoz sikllar hamma yo'g'i bor qilib beraman. Natural Desert deyiladi. 16 Pro Max 92 yomkiz. Narxi $440, $920 qilib beraman sizlar uchun. Yevropa uchun chiqarilgan 256 talik bu ham. Holatlari yaxshi. Ko'rishlari mumkin bemalol. Buni ham chixoz sikllar bonus qilib beraman. Navbatdagi telefonimiz 15 Pro 84 yomkizda narxi $650. Oxirgi narxini $630 qilib beraman sizlarga. Charigion 128 talik 84 yomkizda 6 oy kafolatga ega bu ham. Korobka dokumenti yo'q. Keyingi telefonimiz bu ham 16 Pro Max 93 yomkizda korobka dokumenti bor. $970, $950 qilib beraman. 256 talik Yevropa uchun chiqarilgan. Keyingi eng chiroyli rangimiz 16 Pro 89 yomkizda 128 talik Koreya region, narxi $840. Sizlar uchun $820 qilib beramiz. Chixoz bilan ham bonus qilib beraman. $15 Pro Max natural titanium korobka dokumentlari bor. 86 yomkizda narxi $780, $760 qilib beraman. Koreya region 256 talik, bunga ham chixoz bilan bonusi bor. 16 Pro qora rangda so'raganlar uchun 90 yomkiz korobka dokumentlari bor. Yevropa uchun 128 talik. Narxi $820. Narxini oxiri sizlarga 800 qilib beraman. Chixoz bilan ham bonus qilib beraman. 14 Pro purple rangda 73 yomkiz korobka dokumentlari bor. Bu ham Yevropa uchun chiqarilgan $470. Ikkinchisi ham xuddi shunaqa. 256 talik 73 yomkiz narxi $470, $450 qilib beraman. Buni ham sizlar uchun korobka dokumentlari bor. Navbatdagi telefonimiz 15 Pro Max natural titanium 83 yomkiz Charigonda 256 talik narxi $750, $730 qilib beraman sizlar uchun. Chiroyli ranglardan biri Blue Rain'da 76 yomkiz 13 Pro 128 talik Arabskiy Emirat uchun chiqarilgan, narxi $430, $410 qilib beraman. Navbatdagi telefonimiz 14 Pro 86 yomkizda, yomkizlari ham baland, 128 talik Koreya region, korobka dokumentlari yo'q, lekin 6 oy kafolatga ega, narxi $530, sizlar uchun $510 qilib beraman. Chixoz bilan ham bonus qilib beraman. Navbatdagi telefonimiz 13 Pro Max ranglarini qaranglar. 14 Pro Max ekan, uzr. 82 yomkizda 128 talik Koreya region, narxi $600, sizlar uchun 580 qilib beraman. Bunimiz ham 14 Pro Max yomkizlari 100 yomkizda 256 talik korobka dokumentlari bor. Narxi atigi $480, 6 oy kafolatga ega. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bron qilingan.
12 o'rniga qilingan 110 ta 100 korobkalari yomkis, ham bor. korobkalari ham bor. Naqshkalar. Navbatdagi telefonimiz bu ham 14 Pro Max 256 tali 77 yomkisda. Korobka dokumentlari bor. Narxi $560. Men sizlarga bu narxini $530 ga beraman. Navbatdagi telefonimiz 81 yomkisda. Xuddi shunaqa 14 Pro Max purple rangda korobka dokumentlari bor. Narxi $620. Buni sizlarga men chiroyli narxda $590 ga beraman. Endi 14 Pro Max qora rangda 108 tali 78 yomkis Z regionda 2 ta sim kartali. Korobka dokumentlari yo'q. Narxi $560, 540 ga beraman bunisini. Keyingi navbatdagi telefonimiz 84 yomkisda, ideal holatda $580. 128 tali Koreya regioni uchun chiqarilgan 14 Pro Maximiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Holatlar ideal. Buning narxini $560 ga beraman oxiri. 13 Pro Max oq rangda 27 yomkisda 108 tali Koreya region, narxi 520. Oxiri sizlar uchun $490 ga beraman. Navbatdagi telefonimiz 13 Pro Blue rangda 76 yomkis, Amerika uchun chiqarilgan 108 tali, narxi $430. Oxiri $400 ga beraman sizlar uchun. Ko'rishlaringiz mumkin. Keyingi telefonimiz 12 Pro Max 78 yomkisda 256 tali Z regionda, narxi $380, $350 ga beraman sizlar uchun. Keyingi telefonimiz 12 Pro Max 256 tali 72 yomkisda qora rang so'raganlar uchun Koreya regionda, korobka dokumentlari yo'q. Narxi $390, oxiri sizlarga $370 ga beraman. Chexolsi bilan bonus qilib beraman. Chiroyli ranglardan biri iPhone 13 89 yomkisda 128 tali Yaponiya uchun chiqarilgan, korobka dokumenti yo'q. Narxi $380, $360 ga beraman. Keyingisi xuddi shunaqa 78 yomkisda Koreya region, narxi $350 ga beraman bunisini. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. 12 ni o'zi 64 tali 76 yomkis, korobka dokumenti yo'q, Koreya uchun chiqarilgan. Narxi $300, $280 ga beraman. 13 Pro'imiz qora rangda 108 tali 86 yomkisda Amerika uchun chiqarilgan, korobka dokumentlari ham bor. Narxi $480, $450 ga beraman sizlar uchun. Holatlar ideal. Navbatdagi telefonimiz 12 Pro Max qora rangda 82 yomkis, korobka dokumentlari yo'q, 108 tali Koreya uchun chiqarilgan, narxi $440. Oxiri sizlarga $410 ga beraman. Buni ham Chexolsi bilan bonus qilib beraman. Navbatdagi telefonlarimiz iPhone 13 95 yomkisda, korobka dokumentlari bor. Bu ham Arabskiy Emiratdan chiqarilgan 128 tali, narxi $400, oxiri $380 ga beraman. Holatlar ideal. Keyingi telefonimiz iPhone 14 75 yomkisda 128 tali, Koreya uchun chiqarilgan, korobka dokumenti yo'q, narxi $370, buni $350 ga beraman. Va iPhone 11 77 yomkis, Rossiya uchun chiqarilgan, 128 tali, korobka dokumenti yo'q, narxi atigi $220 ga beraman sizlar uchun. O'zi $240. Aka endi vakuumli telefonlarimizni ham ko'rsatib ketaylik. Qanaqa telefonlarimiz vakuumda yangi ochilgan? iPhone 17, iPhone 17 Pro Orange va iPhone 13. Vatchlarimiz ham iWatchlarimiz qanchadan bo'lyapti? iWatchlarimiz narxi 2 xil rasvetkasi bor. iWatch 11-pokoleniya rangi Rose Gold bilan Black bor ekan. Blackjet narxi $420 dan $450 gacha. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Xohlasangiz qorasini qilib beramiz, xohlasangiz zolotoyni qilib beramiz. PlayStation'imiz ham bor-ku, bu haqida ham ma'lumot berib ketasiz. PlayStation'imiz ham bor, 1 terabaytli PlayStation 5. O'yinlari ham bor, bitta joystikli. Xudo xolasa 1 yil podpiskasi ham bor. Narxini qancha qo'yamiz? Narxi $500.